Assalomu alaykum. Bu BMW i-Tour M50 M seriyasining yangi ruhi. Ikkita motor, 544 ot kuchi, 0 dan 100 gacha tezlanish atigi 3.9 soniyada. Bu M seriya, demak tezlik uning qonida. Bugungi obzorimizni boshladik. Sport va elegantlik. Bu Grand Coupe formatida yorug' va tor faralar, aktiv aerodinamika va dizayn mumkindagi M seriyasining dizaynerlari tomonidan yaratilgan. i-Tour M50 ichida ilg'orlik va luks, iDrive 8, 14.9 dyuymli ekran, karbon, sport kreslolar va BMWning M seriyasiga xos Alcantara tafsilotlari. Bu toychoq i-Tour emas, bu i-Tour M50. Orqadagi logotip gapirib turibdi. Elektron M sport suspensiya, adaptiv rul va launch control. Bu avtomobilni har gal haydash bu alohida shoudir. Deyarli 84 kWh batareya va 560 km yo'l zaxirasi. Tez quvvatlash 10 daqiqada 140 km. Bu avtomobilni to'xtatish mumkin emas, uni faqat kuzatish mumkin. BMW i-Tour M50 bu toza quvvat, intellektual texnologiya va M seriyasining qalbi. Agar sizga shiddat kerak bo'lsa, boshqa izlamang, test drive ga yoziling. Batafsil ma'lumot izohlarda, keyingi obzorda ko'rishguncha.